Renessans telekanali hamda New Talents xalqaro tashkiloti ko'p sonli iqtidorli yoshlar talablariga asosan hamda vodiy rasmiylari tashabbuslariga binoan Namangan shahrida Gullar festivali doirasida Yangi kelajak yulduzlari xalqaro tanlovini o'tkazadi. Siz Gullar festivali doirasida o'tkazilayotgan Kelajak yulduzlari xalqaro tanlovida ishtirok etib, vodiyning eng go'zal shahri bo'lmish Namanganning asl go'zalligi, qadimiy joylari, xushmuomala xalqi bilan yaqindan tanishib, ichki turizmni rivojlantirib, vodiy bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin. Kelajak yulduzlari xalqaro tanlovi New Talents xalqaro tashkiloti, Namangan viloyati hokimligi, Mening yurtim Renessans telekanali, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, Barkamol avlod respublika bolalar maktablari bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Kelajak yulduzlari xalqaro tanloviga musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishi bo'yicha 6 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan respublikamizning barcha iqtidorli yoshlar ishtirok etishlari mumkin. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.